Assalom. Biz bugun do'konga boryapmiz. Ya'ni supermarketga. Hozir to'g'ri supermarketga kiramiz. Bu yerda biz sotuvchimiz do'konni bir nazorat qilib olishimiz kerak hozir. Qarabsizki, nazorat qilyapman. Do'konda bitta olma qolgan va boshqa mahsulotlar kam qolgan. Hozir mana bizning do'konimiz manzili ko'rib olasizlar. Ana supermarket. Endi yana do'konimizga kiramiz va xaridorlar bilan suhbatni boshlaymiz. Ketyapman. Asta sekin boryapman. Oching opajon. Yana olmani ko'rdik. Boshqa olma olmabdilar endi. Do'konimizdan xaridlarni boshlaymiz. Birinchi mevalar sizdan $1, $5 98. Oh, danke schön. Sizda ham $6 $13 16 Sizdan $1 42 bo'ldi. Sizda ham shunaqa. $1 42. Sizda ham $1 42.